Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasi va savdosi yashirin iqtisodiyot ko'rinishlaridan biri sanaladi. Ana shunday holatlarning oldini olish maqsadida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda hududlarda qonun buzilish holatlarini oldini olishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Namangan viloyat boshqarmasi tomonidan yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha hududlarda bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan xufiyona aylanmalarni fosh etishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Shunday bo'lsa-da, jamiyatimizda ayrim qo'shtirnoq ichidagi shaxslarning qonunga zid ravishda faoliyat yuritayotganliklari achinarlidir. Xususan, departamentning viloyat boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda 1973-yil Namangan shahrining Kurashxona mahallasida tug'ilgan fuqaroning xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida yashash uyida tamaki mahsulotlarini qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish harakati to'xtatib qolindi. Ma'lum bo'lishicha, xorijda ishlab chiqarilgan davlat chegarasidan noqonuniy ravishda olib kirilgan, hech qanday tegishli hujjatlari bo'lmagan ikki turdagi jami 14400 quti tamaki mahsulotlarini kelgusida sotish maqsadida saqlab kelayotgani aniqlanadi. Baholash ekspertizasining xulosasiga ko'ra, mazkur tamaki mahsulotlarining umumiy qiymati 198,1 million so'mni tashkil etadi. Hozirda ushbu holat yuzasidan departamentning Namangan viloyati boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha tezkor qidiruv tadbirlari davom etmoqda.